Hozir dunyo ikkiga bo'linadi. Ikkalasi ham ikki xil olam. Akalar, faqat qalban aytinglar. Sizlarga qaysi biri yoqdi? Vitsin poliuretan plyonkasi liga ochilgan, yarashgan. O'zingizga qaysi biri yoqdi? Aka, hurmatingiz bor. Haqiqatda sizga juda ham go'zal chiqqan, lekin parlamentda bo'lgan ishni sifatini ko'rib turibsizlar. Menga albatta o'zim qilgan ishim yoqdi, aka. Endi o'zinglar aytinglar, mana xalq ko'ryapti, o'zi bilyapti. Yokida tilladan, yokida apelsin rang. Ochiq gap, aka, mana. Mana bu tilladan oldin men o'zi mana shunaqa rang qildirmoqchi edimda. Planlarim o'zgarib ketib, mana bu tilla rangini bosib yubordim. Aka, bu vodiyda mashinasi, vodiyda tayyor bo'lgan mashina. Akalarim bizni poddeshka qilib, laykni bosib, kommentga aktiv bo'lib berishadi. Ashunda qaysi mashina birinchi o'rinda olganini o'zingiz bilib olasiz. Voy, точно uyutdim. Chunki vodiyning kuchini bilaman, nima? Qaranglar, polniy body kit qilingan-da. Hamma yoqga mehr berilgan, lekin salonga почти hech narsa qilinmagan. Lekin bitta narsa qo'yilgan. Nima bu deydigan bo'lsanglar, Neoline 8800. Okamizlarni pullari endi ko'chada qolmaydi-da, cho'mchaklariga tushadi. Bu degani ko'chaga pul tashlamayaptilar, oilaga olib kiryaptilar. 8800 Neoline'dan qo'yib olish kerak, bo'ldi. Boshqa gap so'z yo'q. Mehr ko'zda, dil xirali bo'lmasa, joningizda sog' bo'lsin. Tanlab olsanglar, bo'ldi.